Ma'rifat istar ko'ngil, adabiy eshittirishi. Hamza Hakimzoda she'rlari. Hamza Hakimzoda siymosida, Ashurali Bolqizoda. Erk quyoshi, chiqib erklik quyoshi, tindi mazlum ko'z yoshi. Kul bo'ldi toju taxtlar, yetim bo'ldi el boshi. Lenin bizning otamiz, endi kimdan qo'rqamiz? U bergan qurol bilan dushmanlarni otamiz. O'qi. Ko'zimizga ko'rinib turgan hamma asboblar hech biri bo'lmas edi, gar bo'lmasa zinhor o'quv. Yer ichida ko'milib yotgan hamma oltin kumush yuzaga chiqdi bori, bois anga axbor o'quv. Gar dilingda o'ylagan orzuga yetmoq istasang, qimmat umring qilmag'il behudaga bekor o'qi. Qo'y o'yin sayru tamoshoni g'animat yoshliging, shum fe'llardan o'zingni aylagil bezor o'qi. Ey o'g'il, dunyoda bo'lmoq istasang oliy janob, o'qig'il maktab kelib, zinhor o'qi, ming bor o'qi. Kitob. Har ko'ngilning orzusi shul erur obi hayot. Qadrini bilgan kishiga shubhasiz jondir kitob. Har murodning boshidur, har muddaoning gavhari, har marazlarning shifosi, ya'ni Luqmondir kitob. Ko'zning nuri, dil huzuri, dillarning darmonidir. Har qorong'u dilga go'yo mohtobondir kitob. Har balodan asraguvchi, eng muhim qimmat yaroq, tiri vahshat xanjari, zillatga qalqondir kitob. Har kishi yoshlikda qilsa ozgina g'ayrat agar, tez zamonda oshno bo'lmog'i osondir kitob. Ma'rifat istar ko'ngil adabiy eshittirishida Hamza Hakimzoda she'rlari jarangladi. Hamza Hakimzoda siymosida, Ashurali Bolqizoda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 23 avgust